Qohirada o'qiganmiz, Misrda, Al-Azhar universitetida. O'sha joyda o'qib yurganimda insonga bir umr pul kerak, och qolmaguncha talaba bo'lmaysan deydi. Haligi bir o'zimiz talabalar bir-birlarimizga maqol aytib yurardik. Talabani qorni to'ymaydi, lekin talaba ochlikdan o'lmaydi deb qo'yardik. Bir qorning ham to'yib ketmaydi, ochlikdan o'lib ham ketmaysan. Lekin o'sha kunlarda odam orzu qilib yashaysan. Chunki hozirgi odamlarimizni kasalliklari har xil narsani ko'payib ketganidan, har xil narsani yeb qo'yganimizdan bo'lyapti. Hatto roza kelsa qornim kirib qolar degan niyatda yurib ko'pchilik. Sal o'zim kelib qolarman, ham yaxshi bo'lib qolar degan niyat ham qo'shilib qoldi rozaga. O'sha Azharda yurgan paytimizda pul kerak bo'ldi, ozgina ishlash kerak bo'ldi. Bir kishi bilan kelishim tuzdikda 1-2 oy ishlab beradigan bo'ldim. Men o'zimni voqeamni aytib berayapman sizlarga. O'zimda bo'lgan voqeani aytib beryapman-da. O'sha vaqtida 2011-yili mashinaga 2012-yili chiqqan deb yozib qo'ygan ekan. Eng yangi mashinani menga berdi. Hozir ham bizda yuribdi. Bizda Elantra deb u yoqda minlardi, bu yerda Avantami degan mashina, Hyundai Avanta degan mashinada ish qildim. Keyin men u balani bir 90 ta mashinasi bor edi. Ayni shu mashinada u kishini men aylantirib u yoqqa borish kerak bo'lsa boraman, kelish kerak bo'lsa kelaman. Demak, tushundilar meni ishimni. Men shofyorman. O'sha odamga men shofyorman. Shofyor bo'lib yurdik, yana bir shunday qilib yurganimizda menga telefon qildi, bu nima aytganda, falonchi supermarketga borasiz dedi. O'sha joyga borsangiz, mana o joyga tushasiz. Italiyada ishlab chiqarilgan qimmatbaho sigaret bor, shuni olib kelib bering dedi menga. Ana sinov keldi. Sigaret to'g'risidagi aytsangiz esimga tushib ketyapti. Men aytdim telefonda, kechirasiz dedim, men